Assalamu alaykum kitap qumar do'stlar. Uyg'ur TV'ning roman o'qish programmasiga xush keldinglar. Tövəndə sizlərə yazıcı Habibullah Ablametning Muz tutqan daryo nomli romanining 7-ci qismini anlatışqa başlaymiz. Yosh xonim bilan bola əmdi Aq masjidning oldiga kelib qolgan edi. Masjidning darvozasi yendiki simtanab turiga qadalgan yo'g'on chiroqning kuchuk nuri masjid darvozasiga silingan yo'g'on misran qulubni yo'rtib turadi. Yosh xonimning Aq masjidning sirtqi temiga sumunutdan qapartib yasagan yangi doskaga ko'zi tushdi. Doska qora sirda sirlangan bo'lib, ustiga yozilgan aqsirdagi shiorlar yo'g'on chiroqning oqish nurida yaltirab turadi. Biroq doskadagi ana shu yaltirab turgan davlatimizning dinni xitoylashtirish yo'nalishida ching turib, islom dinining sog'lom taraqqiyotini ishga oshirayli degan shiorni o'qigan yosh xonimning yuragi jig'g'ida qilib qoldi. Eshki uzoq mezgildan buyon jamoatning ibodat qilish uchun echilmagan bo'lg'ashkimikinda, masjid tomlarining yonlari va o'gizlari qorga ko'milib ketgan edi. Burun o't ketgan masjid deb ataladigan bu masjidni G'uljidagi bir saxovatchi savdogar qaytadan salg'uzgan bo'lib, sirtqi tomlari oq marmar toshlar bilan bezalgan bo'lg'ashqa, jamoat bu masjidni Oq masjid deb atagan edi. Мәзиннің мәсjid munorisida turib kunda 5 vaqt aytgan azon ovozi ana shu oppoq marmar toshlarga urilganda ajoyib jarangliq aks sado paydo qilib, Qozonchi mahallasidan atrofga tutashgan odam badanidagi qon tomirlardek to'rilishib ketgan tar ko'chalarga tarqalib, Tunurchi mahallasi, Suv darvoza mahallasi, Aydın va Mo'yka mahallasi taraflarini zilzilga silib etdi. Mana hozir ana shu misqo'ng'iroqdek jarangliq sado anglanmas bo'ldi. Jamoatning oyog'i kesilgachga masjid atrofi cho'ldirab qolgan edi. Kunduzlari oppoq ko'rinadigan Oq masjid bo'lsa, oppoq qorasida qolg'ashqa, o'zining asldagi saltanatli manzarasini yo'qotib qo'ygan edi. Masjid selinganiga uzoq vaqt bo'lmayla taqib etilgan bo'lib, barliq rasqutlarni o'z ustiga ilib soldirgan saxovatchi savdogarmi bir kechadala tutilib ketgan edi. Kunlarning keynidan dard alamning keynidan yillar suvdek eqib o'tayotgan bu hayotda masjidning ustidagi qora bulutlarmi hech taralmayotgan edi. Burun Uyg'ur binokorchiligining namuna asarlaridan biri hisoblanadigan ikki o'staqning orasiga joylashgan peshayvonlik va osti ustini taqtayliq shunchalik go'zal selingan Qozonchi masjidi Proletariyat madaniyat inqilobi davrida o't qo'yib ko'ydirib etilganligi sababidan kishilar tashlanib qolgan bu masjidga o't ketgan masjid degan nomni loyiq ko'rgan edi. 80-yillarga kelganda jamoat qaytarim unut qilib, ibodat qilishga boshlagandan keyin yanala o't ketgan masjid degan nom bilan atab kelavergan edi. 2000-yillarning boshlariga kelganda butunlay o'rib, qaytadan yasalgandan keyin Oq masjid deb atalib, Qozonchi atrofidagi jamoatning ibodat qiladigan jannat makoniga aylangan edi. G'ulji xalqini va sayohatchilarni mislsiz ko'rkamligi va beqas nafs silinganligi bilan hayrat qoldirgan Oq masjid bo'lsa, hozir ibodat qilish cheklanganlikdan jamoatdan aylanib qolgan edi. Eshkiga solgan qulub eski tomdan tar ko'chaga sangilab qolgan olmadek tuvanga sangilab turadi. Darvozasi ustiga qadalgan 5 yulduzli qizil bayroq bo'lsa, ustiga ustilab yoqqan oppoq qorning eg'irligining ta'sirida bir parcha dasmoldek yerga qarab sangilab qolgan edi. Oldida etilgan etildoqlarning qoldiqlari atrofda chechiqliq turadi. Etildoqning tashqi postining qizil ranglari bo'lsa, oppoq qorning ustida qip-qizil qandoqlardek ko'zga chiliqib turadi. Titilib ketgan etildoq qoldiqlari portlab ketgan odamning parmoqlaridek u yer bu yerlarda tashlanib yotadi. Quluploqliq darvozaning ichidagi Oq masjid o'zining burunqi ko'rkamligini yo'qotgan bo'lib, oppoq bir butun gavdasi bo'lsa, qora muz ostiga besilib qolgan javohiratlar saqlangan tog' o'ngkurlardek sirliq ko'rinib turadi. Masjidning oldidagi yo'ldan urilmasa, Aydın mahallasi orqali daryo bo'yiga va shaharlik 11-o'rta maktabga borg'ili bo'ladi. Yosh xonim burun har kuni mushu yo'lda oq kapta markaliq Damas velosipedini minib, o'zi o'qituvchilik qiladigan shaharlik 11-o'rta maktabga mangadi. O chog'larda bu ko'chalar shunchalik obod, shunchalik chiroyli edi.
Taң səhərdəla koçular uyaqdan bu yoqqa ötüşüp ketiyotgan odamlar bilan to'lib ketadi. Mahalla мәзиннің мұңлық тоғылған әзан авазы білән таң пұтларыға мәс калач киген бобайлар мәсчидке алдырышып меңішатты. Бешіға гүллік яғлықларны чекілеп деңіп алған қыз жоқанлар болса, әр хойлыдан шығып дәрвазы алдыларға су себеп сүпіретті вә бірдәмдәм алғач, көңіл-мұңыр өз ара параң селішатты. Ойлы бағларыдан bəs-bəsті сайраватқан kakuk білән бұлбұлның şunçilik мұңлық, şunçilik cezibdar, şunçilik yaqımlıq avazı bu koçulardan ötken hər qandaq adamның ruhi dünyasını zilzilgi salatdı. Darya buyuğu kitivatqan harifkeşning ateşek qılğan taptanlarının avazı bilən velosiped qo'ng'iroqlarining chiringlashlari bir-biriga aralashib ketadi. Yosh xonim qanchilgan tong saharda shu damda ko'z yoshlari qora ushqinlari bilan quchoqlashgan mushu ko'chalarda ishqimongan. Mushu oq marmar toshlar bilan bezalgan oq masjidning oldidan oq kaptar markali Damuski velosipedining pedalini tepib o'tgan. Ana shu chog'larda oq masjidning oppoq munorlari taqashgan ko'k osmonda top-top bo'lib uchib yurgan oq kaptarlardek oppoq parcha-parcha bulutlarning uzib yurganligini ko'rgan. Yana shu chog'larda masjidning uduldagi uylarning derazalarining pardalarini serib ochgan qizlarning taqdir oqibatining yaxshi natijalanishini oq masjid tarafga burilib turib tilagan edi. Yosh xonim endi o'y fikrlarini o'ziga tortib, o'g'li bilan eg'ir qadamlarni elib, oq masjidning oldidan oqadigan o'stangning ustiga selingan ko'rikdan o'tib udulmangdi. Gerçi östang asta-asta tinib kichik bir eriq aylanib qolgan bo'lsa-mu, yanala suv o'ksimay eqib turadi. Qishning chilik kunlaridagi bu qattiq sovuqda eriqning ustini muz tutgan edi. Ustiga salgan ko'rik sal o'ltirishib ketgan bo'lib, yosh xonim bilan bola ustiga dassiganda yog'ochlaridan azoblik inglayotgan bemorning ovozidek tovush chiqib ketdi. Körükdən ötkendan keyinki yol bolsa, Dilmuq tağlarının yollarida qing'ir maymaq bir yol bo'lib, ushbu yo'l suv darvozasining cho'nquvchisiga tutishadi. Ular bu yo'lda ildam qadam tashlab mengib masjidning orqa tarafidagi o'stangning yoniga keldi. Bu chog'da yosh xonim nimanidir bir narsani esiga olgandek qilib, shaqqida solg'i to'lg'unib, yepiqib turgan ikki qanotli darvozasiga bir ko'z atdi. Mazkur darvozaning ichidagi hovlida atoqli al-nag'michi va chaqchaqchi Sattar Davud o'ltiradi. U mushu Qozonchi mahallasida tug'ilib cho'ng bo'lgan va mushu mahallada butun umrini o'tkazgan. Ili xalq naqshlariga pishiqligi, muqam ahanglarni o'rinlash mahoratining yuqorligi bilan alga tunilgan, talki tog'lari, sayra tambur duttarim qatorliq naqshlarni ijod qilgan muzikant edi. Hozir o'g'ilni yetaklab erkinlikka qarab qechiyotgan yosh xonim bo'lsa, bu nag'machi ustozning darvozasi oldidan o'tib ketib etib, birli ko'rgan odamning esidan mangu chiqmaydigan chiroy ifodasini ko'z oldidan lappada qilib o'tkazdi. Uning ashu sapsariq chiroyi, egiz burunlari, nipiz lavlari, chiroyli qosh ko'zlari, beshiga ilim alxini kiyib, putusiga oq ko'nglik, Kökşüm putuğa ötük giyip beliği potu bağlap, mürüsüge su qapqını esip, qo'lig'i Musa'nın asısidek tayaqdan birini elip, çöllerini kezip ketivatgan qiyafeti ve etqan naqsh tekstleri yadidan geçti. Barayga yollarың bolsun, yanarga hamriyin bolsun, seningdek nazimi yarga, meningdek qo'llaring bolsun. Sattar Davud'ның naqshini asli ahangni buzmay aytivatgan va tamburni voyiga yetkazib chelivatgan mag'rur qiyofati yosh xonimning dil qasdilariga aram berivatgandek tuyuldi va qalbida shodiyona musiqa o'rnatayotgandek his qildi. Vaqt haqiqatan to'xtovsiz oldiga qarab chapadigan uchqur at. Uning chepishini hech kim to'sib ololmaydi. U orqaga yanmaydi, to'xtab qolmaydi, harmaydi, talmaydi, dam olmaydi. Vaholanki eqivatgan o'stanglarni quritib, echilgan gul chechaklarni to'zitib mangadi. Ana shu o'stanglardek, gul chechaklardek insonlarni o'ldirib, chiritib, quritib, to'pi-to'zonga aylantirib etadi. Demak, vaqt degan bu kasobatga hech kimning kuchi yetmaydi. Yosh xonim atoqliq nag'michi Sattar Davudning darvozasidan ko'zini uzib, oq masjidning orqa tarafiga to'g'ri keladigan tal to'kis qurib ketgan o'stangning ustidagi ko'rikdan o'tib etib,
Oğlunun qo'lidagi peljoktorning uzun tumnorida yo'rig'an, qonga o'xshash to'nlab qolgan qip-qizil ranglarga ko'z tashladi. Bu ko'rinishlar bo'lsa, etildaqning etilgandan keyin titilib ketgan sirtqi postidagi qizil rangli qog'ozlarning yer yuzidagi qor bilan bir gavda bo'lib erib, oppoq qorni qizil rangga bo'ygandan keyingi muz tutgan holat edi. Ushbu manzara yosh xonimga qonni va qonga bo'yalgan noxunni eslatdi. Ko'cha ham jimjit, ham peljoktorning yo'riqi tushgan yerdan boshqa yerlar bir narsani ilg'i qilg'usiz qorong'u edi. Azob va tashvish ichida ko'chaga yer tagidan qarab ketayotgan yosh xonimning qalbida tamburning zil ovozi yangrashqa boshladi. Ko'z oldida tamburning sim tarisiga urilayotgan noxunning qonga bo'yalgan siyoqi aks etayotdi. Yodidan ataqlıq shoir Tursunjon Ahmadning Qonga bo'yalgan noxun nomli she'rining har bir misrasi birma-bir o'tmoqda edi. Nalangdan xijolat ilkida quyosh, noxundan to'kildi palakdan qon yosh. Mung bilan xun bo'ldi zamonning bag'ri, na tanda jon qoldi, na jonga chidash. Ingridi Uyg'urning bag'ridan ola, ko'ylaring pig'oni Allohga sirdosh. Çekilgen tar emas tağdaki yığa, bağrında ot yansa erip ketar taş. Qandaq musiqqandu köksünge şumung, etqin ki bağrın kim bilen muğdaş. Besilgan pədenge baş qoyğun kelur, tovuday yığlamay turupdu quyaş. Çetilgan zencirdur ecdat ve evlat, teşvişler siyaqi qan bilen rangdaş. Nurlanish mumkin go ecringdan dünya, sanattur emeski vicdanlı boyaş. Körümen xiyalen tırnaqların qan, bir tenha siyaqın tağdaki ingraş. Titreydi sımlarda hasretning üni, bu moğu kimler yat, kimler taqdirdaş. Sanaqsız sımlarni xalqın üçün çek, bilip qal ey dünya, mana bu yaşaş. Hazır bu şiirning qalam egisi bo'lgan o't yurak shoir Tursunjon Ahmadmi turmaga qamalgan edi. Mazkur şiir misralarining yosh xonim ruhidagi ta'sir kuchi pallaga yetgan edi. Yosh xonimning ichida paydo bo'lgan nafrat bilan hasratmi yuqori pallaningmi yuqori pallasiga yuksalgan edi. Yosh xonimning putlari qalvolishib, qadam ilishdan to'xtab qolayotgan edi. Zerek bola onasining ruhiy dunyosidagi bu xil o'zgarishlarni darhol farq etib, onasining qo'lini tortib, uni xiyoliy tuyg'udan so'rab chiqib, yo'lini davom qilishga undadi. Yosh xonim o'g'lining qo'lini ching tutgan peti, burunlarda shildirlab suvsizlik suvlari eqib turadigan o'stangning qurib ketgan iznalarini atlab, ataqliq tag'michi Sattar Davudning mungluq kuylari bilan shoir Tursunjon Ahmadning barliq iztiroblari, arzu armanları, öz-özünü bilish tuyg'usi va o'z ruhiyati mujassamlangan qonga bo'yalgan noxun nomli she'rining har bir misrasiga putilgan qasidalarning ilhomi ostida yo'lni davom qilib, tor ko'chaning qorong'u qo'yniga sho'ng'ib ketdi. Tor ko'cha bir tal pashining uchib ketayotganligini anglag'ili bo'ladigan darajada eg'ir sukutga cho'mgan bo'lib, atrofda yosh xonim bilan bolaning ishtik-ishtik nafas olishi bilan birga qo'nchliq mamuq oyoqlarining qora ustidagi g'araslagan ovozdan boshqa hech qanday bir ovoz yo'q edi. Ular ana shu jimjitlik ichida qadam ilib, Suv Darvoza mahallasining cho'ng ko'chasiga birdamdala chiqib qolgan edi. Darvaqa ular ta uydan chiqqan yoqi bir ko'chadan yana bir ko'chaga qayrilib, bir ko'chadan chiqib yana bir ko'chani kesib o'tib, Hash-pashtigacha Suv Darvoza mahallasining cho'ng ko'chasiga yetib kelgan edi.